Rayhon milliy taomlari shunday tepasida turgan 9 qavatli domla 65 kvadratli uyimizni ko'rishdan oldin lokatsiyaga ahamiyat beramiz. Samarqand darvoza, Media Park Atlas Qoratosh, bu tomoninglar xalqlar do'stligi san'at saroy, o'rtoqlar olov lokatsiya. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar. Endi uy obzorini bitta ko'ramiz. Kirishlardan bu prixoshkasi bo'ladi. O'ng tomonda zal, chap tomonda spalnya, bu tomonda sanuzel, kadrni orqa tomonda kuxnya. Keling o'ng tomondan boshlaylik. Bu tomonimizda o'rtoqlar zal bo'ladi. Ko'ryapsizlar, balkon ochib zalga qo'shib yuborilgan. Videoda ko'rinayotgan narsalar ham qoladi. Bu uyda ijarachi yashab, bugun chiqib ketdi. O'sha bugundan biz sotuvga qo'ydik uyni. Bu tomonimizda spalnya xona bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham hamma sharoit bor. Даже konditsionergacha qo'yib qo'yilgan. Shunda olib xohlasanglar arendaga bersanglar ham bo'ladi, xohlasanglar yashasanglar ham bo'ladi. Bu tomonimizda vannasi, bu yoqda hojatxonasi. Albatta bu joy opa-singillarimiz sevimli, ya'ni kuxnyasi. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, hamma xonalari ham alohida. Eng asosiysi Korolevskiy qavat deyiladi, chunki ikkinchi qavatda joylashgan ikki xonali отдельный poy. Ko'rgan uylar 2 xonali 65 kvadratli, jami 9 qavatli domda. O'rtoqlar, uyimizning narxini 104 ming dollar so'raymiz, faqatgina naqdga xarid qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli uy joylarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Uy Joy City'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Uy Joy City bilan oson va qulay.